Barchaga bugun 11-sinf kitobi yechimlarini ishlashda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz qarama-qarshi hodisalar va hodisalar ustida amallar mavzusi bo'ladi. Kitobning 270-betidagi 95-masaladan boshlaymiz. 270-bet. 95-masala. 10, 11 va hokazo 10, 11 va hokazo 199 gacha bo'lgan sonlarning tavakkaliga bitta son tanlasak, uning 3 ga karrali bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Demak, o'zi 10 dan 199 gacha nechta son borligini aniqlab olsak, 1 dan boshlab 999 gacha albatta 199 ta son bor va 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar mana bu oraliqda bo'lgani uchun biz 199 dan 9 ni ayirib yuborsak 190 ta degan javobga ega bo'lamiz. Demak, 10 dan 199 gacha 190 ta son bor ekan. Endi biz 3 ga karralilarni aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun biz 199 ni 3 ga bo'lamiz va butun qismini olamiz. 60, demak 18 bo'lsa 66 ta ekan. Demak, umumiy 66 ta bor 1 dan boshlab hisoblaganda va 1 dan boshlab 9 gacha bizda 3 ta son 3 ga bo'linadi. Ya'ni 3 ga karrali va 3 ni olib tashlaymiz. 63 ta ekan. Xo'p, mana 63 ta son 3 ga karrali 190 ta son ichida. Buning ehtimolligi esa 163 ning 190 ga nisbati bo'ladi. Bizda mana shu javob to'g'ri javob hisoblanadi. Keyingi misolni ko'raylik. 96-masala. Xo'p, 96-masala. Xalqaro musiqa musobaqasida 20 nafar musiqachi qatnashmoqda. 8 nafar O'zbekistondan, 7 nafar AQShdan, qolgani esa Xitoy va Xalq Respublikasidan. Sahnaga birinchi bo'lib xitoylik musiqachi chiqish ehtimolligini topishimiz kerak. Demak, bizda umumiy 20 ta musiqachi bor va undan O'zbekistondan 8 nafar, Rossiyadan, Rossiya emas, AQSh davlatidan 7 nafar, 7 ta va Xitoydan demak, bularni qo'shsak 15, 5 nafar bo'ladi. Va bizdan xitoylik musiqachining ehtimolligini so'ralyapti. Buning uchun biz mana shu 5 ni 20 ga bo'lib qo'ysak kifoya. 1 taqsim 4 0.25 yoki ehtimollik foizda hisoblansa 25% ehtimollik bilan sahnaga chiqar ekan birinchi bo'lib. 97-masala. 1000 ta suv nasosidan 5 tasi nosoz. Tavakkaliga olingan nasos soz bo'lishi ehtimolligini toping. Xo'p, umumiyga biz 100 tutamiz. 1000 ta bor va nosozi, uning ichida nosozi 5 tani tashkil qilar ekan. Yana o'sha 5 ni 1000 ga bo'lib qo'yamiz. 0.1000 dan 5 ehtimollik bilan nosoz chiqish ehtimolligi bo'ladi. 98-masala. Tanga 3 marta tashlanganda raqam tomoni tushmaslik hodisasining ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Demak, bitta tanga 3 marta tashlanibdi. 3 marta tashlandi va raqam tomoni tushmaslik hodisasini ehtimolligini topishimiz kerak. Biror marta ham raqam tushmaslik kerak. Bu degani barcha holatda gerb tushishi kerak ekan. Mana shu holatimizning ehtimolligi qanday bo'ladi? O'zi umumiy 3 marta tashlanganda qanday holat yuz beradi? Biz shuni topib olishimiz kerak. Birinchi holatda aytaylik, raqam gerb tushdi. Ikkinchi holatimizda raqam gerb tushdi. Uchinchi holatimizda raqam tushdi. To'rtinchi holatimizda raqam gerb tushdi. Beshinchi holatimizda raqam gerb tushdi.
6-chi holatimizda gerb tushdi va bizga mana shu holatimiz kerak. Yana bormi? Yana holatimiz bormi? 7-chi holatimizda gerb raqam tushdi misol uchun. 8-chi holatimizda gerb raqam tushdi. Gerb raqam. Mana shu umumiy 8 ta holatimiz bor ekan. Va bizga bitta holat kerak. Bu demak 1/8 holatda yoki 0.125 ehtimollik bilan bu hodisa sodir bo'ladi. Xo'sh, endi keyingi misollarga o'tamiz. Xo'p, keyingi misollarga o'tamiz. Xo'p, keyingi masala. Keyingi masala tanga 3 marta tashlanganda raqam tomoni aynan 1 marta tushish hodisasini ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Boya yozdik, demak barcha holatlarni yana bir qaytarib chiqamiz. Bu 99-chi masala, 99-chi masala. Xo'p, birinchi umumiy 8 ta holatimiz bor edi, demak raqam, gerb. Ikkinchisida faqat raqam tushadigan holatini yozib chiqmoqchiman. Gerb raqam tushishi mumkin. 3-chi holatda gerb tushishi mumkin. Mana shu holatda tushishi mumkin. Bo'ldi. Mana shu 3 ta holatdan bittasi sodir bo'lishi kerak. Bizda umumiy 8 ta holat bor edi. Va bittasi mana shu 3 tadan bittasi sodir bo'lishi ehtimolligi 3/8 ehtimollikka teng. Ehtimol bilan sodir bo'ladi. Xo'p, endi keyingi masala 100-chi masalaga yetib keldik. 100-chi masala. Ikkita signalizator mustaqil holda ishlamoqda. Agar birinchi signalizatorning avariya ro'y berganda ishlash ehtimolligi 0.9 ga va ikkinchi signalizatorning avariya ro'y berganda ishlash ehtimolligi 0.95 ga teng bo'lsa, u holda quyidagi hodisalarning ehtimolligini toping deyilyapti. Avariya ro'y berganda quyidagi hodisalarning ro'y berish ehtimolliklarini toping. Ikkita signalizatorning bir vaqtda xabar berish hodisasi, bitta signalizatorning xabar berish hodisasi, faqat birinchi signalizatorning xabar berishi, faqat ikkinchisining xabar berishi, ikkalasining xabar bermaslik hodisalari ekan. Demak, bunda biz birinchisining xabar berish hodisasi bu albatta 0.9 ga teng bo'ladi. Ikkinchisiniki esa 0.95 ga teng bo'ladi. Ikkalasining birdaniga ro'y berish ehtimolligi ancha yuqori bo'ladi. Dastlab biz ro'y bermaslik hodisasini topsak 0.1 ga ko'paytiramiz 0.5 ni. Mana shunda bu 0.1 ga 0.105 ni ko'paytirsak, bu ikkalasining xabar bermaslik ehtimolligi bo'ladi. Bunda 0.5 ga teng bo'ladi. Bu 0.5 ga teng bo'ladi. 0.5 ga teng emas, 0.1005 ga teng bo'ladi. 0.1005 ga teng bo'ladi. Bu xabar bermaslik ehtimolligi. Xabar berish ehtimolligi bo'lsa, birdan shu 0.1005 ni ayirib qo'yamiz va bunda 0.995 mana shu ikkalasining xabar berish hodisasi ehtimolligiga teng bo'ladi. Mana shunday ishlanadi. Davom ettiramiz.